Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ayajonim, sog' salomatmisiz? Boshlagan kuningiz xayrli bo'lsin. Ha, yaxshi, rahmat. Sog' bo'ling. Ayni daqiqalarda siz bilan mana shunday o'zgacha va chiroyli g'oyibona suhbatimiz orqali ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yuritib borayotgan Yurakdan yurakkacha tabrik loyihasidan suhbat olib bormoqdamiz. Sizni bemavrid bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q. Rahmat ayajonim, boringizga shukr va shukronalar aytgan holda bugungi tavallud ayyomlaringiz va Allohga banda Habibimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan shukronali, shijoatli kunlaringiz bilan chin qalbimdan tabriklab qutlab qolaman. Rahmat. Minnatdorman ayajonim. Keling endi sizga bir savol bilan murojaat qilsam. Nima deb o'ylaysiz tavallud ayyomingizda mana shunday o'zgacha tabriknomalarni, kutilmagan sovg'a va tilaklarni siz tomonga taqdim etayotgan yaqin insoningiz kim deb o'ylaysiz? Farzandlarim bo'lsa kerak, nabiralarim bo'lsa kerak. Yaqinlashdingiz, aynan qaysi birlaridan ko'proq kutgan bo'lardingiz? Nevaram bo'lsa kerak-da. Ozgina adashdingiz. Keling o'zim sizga yordam beraman. Mana uning bo'lsa kerak-da, bittagina o'g'lim. Mashallah. Joni sog' bo'lsin. Oltin boshingiz hamisha omonlikda bo'lsin. Mana shunday samimiy tabriknomalarni. Rahmat. Sizni Chiroqlaringiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Kattakon rahmat. Sizga cheksiz muhabbati va ehtiromi borligini qayta ta'kidlagan holda mehribon o'g'lingiz Amriddin aka yo'llaganlar. Sog' bo'lsin. Tasmikoriga baraka bo'lsin. O'zi ham sog' salomat yursin, kasal bo'lmasin. O'shimizga omon bo'lsin. Siz ham doim sog' salomat bo'ling. Ularning samimiy tabrigiga barcha nabiralaringiz va farzandlaringiz tilakdosh qolishgan qimmatli vaqtingizni ular uchun aymasangiz, siz tomonga kelgan chiroyli va betakror tabriknomamizni siz uchun Allohim qodir qilgani qadar taqdim aylasam. Mayli. Minnatdorman. Aytilmagan arzim ko'p ekan, bajarmagan farzim ko'p ekan, dunyosidan qarzim yo'q, ammo ona sizdan qarzim ko'p ekan. Mazlumlarning nolasi qadar, ko'zlarimning jolasi qadar, sochingizni tolasi qadar, ona sizdan qarzim ko'p ekan. Poyingizda maysaman, yo'lman, mehringizdan yaralgan ko'lman, bo'lmasangiz sahroman, cho'lman, ona sizdan qarzim ko'p ekan. Assalomu alaykum, yerdagi farishtam, duogo'yim, meni mendanda ko'p o'ylaydigan, qayg'uradigan jonkuyar onajonim. Insonlar baxtni har yerdan izlaydi. Kimdir dunyodan, kimdir davlatdan. Men uchun esa sizning borligingiz eng oliy baxtdir. Go'zalim, oy yuzligim, jannatim, sizni bugungi shukrona kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Yuragimning tub-tubida yotgan va doim aytgim keladigan, uyalish, tortinish sababmi bilmadim. O'zingizga ayta olmagan so'zlarimni bugun ilinishga jazm qildim. Jonim onam, sizni juda qattiq yaxshi ko'raman. Mehribon Robbim umringizni ziyoda qilsin. Biz farzandlar deb bedor o'tgan kunlaringiz, chekkan azob va zahmatlaringiz, kechgan orzu havaslaringiz haqqini Allohim jannatlar bilan mukofotlasin. Chunki biz har qancha xizmatingizni qilsak ham bir kechalik oqsitingiz haqqini ado eta olmaymiz. Yerdagi farishtam, bari uchun tashakkur. Har qancha yoshga kirsam ham sizning mehringizga, duoyingizga, berar maslahatingizga muhtojligimcha qolaverman. Mehribonim, meni dunyolarcha suyuvchi farishtam, hech qachon kasal bo'lmang. Borligingiz qalbimga taskin, huzur beradi. Ko'zingiz nam, qalbingiz esa aslo g'am ko'rmasin mehribonim. Namlansa ham bu charos ko'zlar faqat baxtdan namlansin. Biz farzandlaringiz, sizni jondan ortiq suyuvchi nabiralaringiz baxtiga hamisha sog' omon bo'ling. Sizni haj va umra ziyoratlariga takror yuborishni Allohim nasib ro'z aylasin. Qalbi ummonim, sizni juda qattiq yaxshi ko'raman. Bu tuyg'uni esa so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Boringizga shukr onajonim, boringizga shukr. Sizga mehrim buyuk onajon. To'lqin urib sohildan oshdi. Omon bo'ling turguncha jahon, tuyg'ularim qalbimdan toshdi. Beg'uborsiz, ko'ngli pok inson. Onajonim, jonim onajon. Siz borsizki yo'q menda armon. Qalbi quyosh, mehri bir jahon. Borlig'imsiz har nedan ortiq men yulduzman, siz esa osmon. Turing mayli turguncha jahon.
onajonim, jonim onajon. Kasal bo'lsam boshda parvonam, butun olam ichra yagonam, boyligim siz eng aziz odam, xazinalar ichra durdonam. Alloh sizni saqlasin omon. Onajonim, jonim onajon deb o'zlari she'rlar yozib, mana shunday chiroyli tabriknomalarni siz tomonga taqdim etib qolganlar. Rahmat. Fakat doktor. Joningiz sog' bo'lsin. Sog' bo'lsin, boshimizga sog' salomat yur. Ilohim, ayjonim, siz ham farzandlar ardog'ida ana shunday yuring. 100 yoshlarga kiring. 100 yoshga kirganingizda ham sizni tabriklash nasib qilsin. Rahmat. Jonim. O'zingiz sog' bo'ling. Katta rahmat. Yana bir bor bugungi tavallud ayyomingiz bilan qutlagan holda siz bilan g'oyibona suhbatimizga yakun yasaymiz. Hamisha Allohimning panohida bo'ling ayjonim. Rahmat. Kattakon sog' bo'ling. Ularga ham shunday kunlar nasib qilsin. Rahmat. Ilohim ayjonim, yo'llagan duolaringiz ijobat bo'lsin. Onajon, gullar sochaymi poyingga? Onajon, gullar hayron chiroyingga. Onajon, bag'ringga bos mehringga qonay. Onajon, seni quvontirib quvonay. Meni kutar kecha kunduz yo'llarimda ko'zi bu faqat onamdir. Omadimning sababi o'zi, baxtimning yulduzi bu faqat onamdir. Atrofimda yonib parvona, dunyoda bir dona